Bola sariqligilar bor, chiqarib yuborish kerak oyisi. Quyoshga ko'proq qo'yish kerak, emizish kerak, axlat-siydik bilan chiqib ketadi. Fotolampa shart emas, dori yozib beraman, bir 5 kunga, xo'p? Bolada burun lab atrofida ozgina ko'karish bor. Dahan titraydimi yo'qmi? Tak, birinchi ikkita bolangiz vыкидыш bo'lgan, abort qildirgansiz. Lekin tushish xavflari, unaqa nervozvoy ishlar bo'lmagan. Birinchi farzandingiz tug'ilgan. Normalmente tug'ilgan. Bu ikkinchisi. O'sha 4-homiladorlik, ikkinchi farzand bo'ladi. 34 haftaligida tug'ilib keldi. Homiladorlik qanaqa o'tdi? Угрожающийlar, patologiyalar yotishlar bo'ldimi yo'qmi? Qornimda og'riqlar bo'lgani uchun 2 marta Yotdingiz, patologiyada yotdingiz. Xo'p, 37. Keyin qon ketish, suv ketishlar bo'lmadimi? Shu suv ketib chiqqanman. Suv ketib chiqqansiz. O'zingiz tug'dingiz, kesir emas. O'zingiz tug'dingiz. Suv ketdi 34 haftalikda. 34. Tak, suv ketishga nima sabab bo'ldi? Og'ir narsa ko'tardingizmi? Yo shamollaganmi deysiz, nima bo'ldi? Bola tug'ilish bilan yig'ladimi, o'qiga o'rganganmidi, yo'qmi? Tug'ilishi bilan. Ko'karmaganmidi? Bola tug'ilgandan keyin kislorodga olishmadimi? Недоношенный deb olishdi. Reanimatsiyaga olishdi. Necha kun yotdi kislorodda? 2 kun. 2 kun yotdi. Ko'kragiga qachon qo'yishdi shunda? O'zi bir oydan keyin olib boshladida, uyga chiqqanimdan keyin. Ungacha zond orqali butilkada ichirgansiz. Aha. Ichki kelishinglar qanaqa? Ichki kelishi yaxshi. Raddomdan necha kunda chiqdinglar? 8 8 kunda chiqdinglar. Hozir sariqligi bor, bilasizmi? Qon guruhingiz nechchisi? 2. Xo'p. Xolasizmi? Adasinikini bilmaysiz? Ikkalangizga 2. Tak, sariqligiga nima beryapsiz? Raddomdan o'zi necha kunda chiqdinglar? Shunda? Yo'q, raddomdan chiqayotganinglarda fotolampalar qo'yishmadimi? Yo'q. Yig'laganda boshini orqaga tashlash, qotib qolish bor. Shunaqa qilyapti. Bola necha kilo tug'ildi? 2 kilo 300. Kilo 300. No, yomon emas. Hozir ko'ramiz. Kontrolni zveshivание qilamiz. Chunki ko'krak aylanasi juda ham kichinadi hozir o'zining nimasiga nisbatan. Yoshiga nisbatan.